Endilikdeki mavzu hürmetli vatandaş, siz buna dikkat kılısınız, işinimin. Cungo, mavzumunda Cungo, Amerika'ya yol koyuduğun hüccetlerini tapşırdı. Zaten nimini çürüp koydu. Mavzula haber 11. ayının 17. günü Fransiya radyosu ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Amerika Cungo, Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping Argentina'da 20 devlet yığını mezgilide kelişim imzalaşqa tayyorlik kılıvatıdı. Cungo taraf allaqachon Amerika tarafga 142 türlük mazmunni öz ichiga olgan yol qo'yish hujjati topshirdi. Prezident Trump 11. ayının 16. günü mundaq ko'rsatdi. Bu cədvəlləşdirilən hüccət ətraflıq oldu. Lakin 4-5 türlük məzmun çöp qaldı. Diqqət vətəndaş. Lakin 4-5 türlük məzmun çöp qaldı. Şunlaşqı kelişim imzalaydığan şərtlər tolaq əl olmadı. Tolaq tayyorlanmadı. Cungo yol qoyğan və Amerikaga tapşırğan hüccətlərin qatarda düşürüb qoyğan 4-5 türlük məzmunlar zaten nima? Qalçıyadan qoyulğan sualcı mı? Bu muxbirlar qoyuvadır bu sualını vətəndaş. Zaten nima? Cungo'luqlar tapşırğan hüccəti düşürüb qoyğan 4-5 türlük. Məsələ ya ki 4-5 türlük məsələ zaten nima? Reuters ve Fransiya agentlik Washington'dan tarqatqan xabarlarda bu narsani ochoq tushundirmadi. Reuters ve Fransiya agentlik sual qo'ydi, lekin bu narsani aniq tushundirmadi. Lekin odatda bunda qaraldi. Agar odatdagi to'armonlarning bozorga kirishiga berib chetiladigan bo'lsa, tushib qolgan narsalar hujjatda Amerikaga tapşırğan hüccətdə düşüb qalğan narsalar agar odat to'armonlarning bozorga kirishiga chetiladigan bo'lsa yoki ancha halqiliq bo'lmagan pul muomala mulozimatiga berib chetiladigan bo'lsa undaqda qiyinchilikdan qutulishga taqozo bo'lib turgan Beijing bu ishni o'rinlab ketolmagandimi, lekin yana javob qaytarish kerak. Reuters agentligining naql keltirib tarqatgan xabariga asoslanganda Cungo yo'l qo'yib o'tirg'i chiqargan hujjat yoki jadvallar muhimi 3 turga ayriladi. Birinchi Cungo maslahatlashni xohlaydigan turlar. Demak, bu abstrakt qo'yilgan xabar so'zlashni xohlaydigan turlar. Konkret emasmi? Birinchi Cungo maslahatlashni xohlaydigan turlar. İkinci Cungo hazır qılıvatqan məsələlər, yoki hozir ishlayotgan məsələlər. Üçüncü Cungo maslahatlashni xohlamaydigan məsələlər. Diqqat vətəndaş. Nim deydi Reuters agentligi naql keltirib tarqatgan xabarga asoslanganda Cungo yo'l qo'yib o'tirg'i chiqargan hujjat yoki jadvallar muhimi 3 turga ayriladi. Birinci Cungo maslahatlashni xohlaydigan turlar. İkinci Cungo hazır hal qilayotgan, ishlayotgan masalalar. Üçüncü Cungo maslahatlashni xohlamaydigan masalalar. Diqqat qildingizmi? Uchinchisiga vatandosh diqqat qilib turing hozir. Cungo olimlari oshkorlab bundaq ko'rsatdi. Cungoning suhbat o'tkazish tagligi, Cungoning iqtisodiy jihati o'zgarishi va iqtisodiy taraqqiyotiga to'salg'a paydo qilmaslik lozim. Söhbət ötküzməm, mənim əsası məqsədim demək ki, təqligi, mənim tərəqqiyyatım, iqtisadi tərəqqiyatım, tosalğı payda qılması lazım. Amerika tərəf bolsa Beijing'nin bazar iqtisadi ölçümüge əsaslanıb, hökumət şirketlərə pul verib tərəqqi qıldırıvatqan 2025 yıl planı, 2035 yıl planını toxtuşlar. Hem de Beijing tərəf itiraf qılmagan əqli mülkni oğurlaş meselesini toxtuşunu tələb qıldı.
bu meseleler əməliyyatda Beyjing'nin təqliqəyə berib, yoki Beyjing'nin asası muddasıga berib çetildi. Ondan başqa Aqsarayning iqtisod maslahatchilari ko'tlovining Amerika-Jungo suhbati faqat Saudiya bilan cheklanib qolmaydi. Diqqat vatandosh. Amerika-Jungo suhbati faqat Saudiya bilan cheklanib qolmaydi degan so'zini nazarga olsak, qiyos qilishga bo'ladiki, Jungo tarafning yo'l qo'yish qonuniy hujjatlarida tushib qolgan narsa, diqqatda, yo'l qo'yish qonuniy hujjatlarida Amerikaga topshirgani, lekin tushib qolgan narsa yoki tushib qolgan masala, hatto balki Janubiy dengiz masalasi, Tayvan qatorliq mavzularga munosabatlik bo'lishi kerak. Bu qatim Amerika topshirgan hujjat tushib qolgani Janubiy dengiz masalasi. Tayvan qatorliq. Bu yerda endi Şinjan, Tibetga, Uyg'uriston yoki Tibetga ism yo'q. Bu yerda qatorliqlar degan ism, qatorliqlar deydigan shunday yig'inchoqlash, xulos shakldagi jumla ekan. Buning ichidan Tayvan Janubiy dengiz eg'iziga ilingandan keyin biz muqarrar oldi. Nima deymiz vatandosh? 11 ayning 10-kuni Amerikada ishga qo'shilgan Washingtonda o'tkazilgan suhbatda ben nima dedim? Leksiyamda so'zlab, hisiyotim ruxsat qiling, Amerikalik do'stim, men qo'shib olay. Tibet masalasi, Tayvan masalasi, Janubiy dengiz masalasi, Uyg'uriston masalasi. Hozir bu yerda Janubiy dengiz masalasi, Tayvan qatorliq masala tushib qolgan bo'lsa, shuningga munosabatli bo'lish kerak da'vat. Xudo xolisa oxirida muhokama qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 5-kuni mundaq ko'rsatdi. Jungo bir parcha savdo kelishimni imzolamoqchi bo'lyapti. Amerika balki qadama-qadam Jungoga tamoyil bajib qo'yishning zaruriyati bo'lmasa kerak. Agar Jungo jadval topshirgan bo'lsa hamda Amerikaning qadama-qadam Jungoga bosh qo'yishining zaruriyati bo'lmasa kerak. Prezident Trump matbuotga mundaq ko'rsatdi. Amerikaning iqtisodi intayin yaxshi. Lekin Jungoning iqtisodi intayin nachar. Paychak bozorda baho tushib ketdi. Shunga Jungo taraf hozir Amerika bilan balki kelishim imzolashga taqozo bo'lyapti. Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping Argentinada 20 davlat yig'ini mezgilida suhbatlashdi. Prezident Trump 10 ayning oxirida mundaq ko'rsatgan. Biz Jungo bilan nayt zo'r bir turli savdo kelishimi imzolashimiz mumkin. Prezident yana o'xshashli mundaq ko'rsatdi. Agar Argentinada suhbat bo'lmay qolsa, suhbatda bir yerga kelolmasak, ondaqda 12 ayning 5-ida Jungoga yana boshqa 200 milliard 670 million dollarlik qiymatidagi Jungodan import qilingan tovar ballaga assalab bosh qo'yishni davomlashtiramiz. Rais Xi Jinping kelyapsiz Argentinaga tugun. Shunang eg'irlik darajasi yoki talab ehtiyojning eg'irlik darajasini qayerda? Hozir siz hujjat tushirib qo'ygan masalalarni Fransiya agentligi bilan Reuters agentligi Janubiy dengiz, Tayvan qatorliq deb eg'izga oldi. Demak, bu qatimqi Argentinadagi suhbatning ham savdo suhbati, ham siyosiy suhbat bo'ladiganligiga ishonchimiz shu yerda tug'ildi. Rais Xi Jinping, tayyorlig'ingiz bormi?